Tartibga soluvchining ishoralari to'g'risida bugun sizlar bilan suhbatlashamiz va tushunchalar olib boramiz. Demak, barcha harakat qatnashchilari tartibga soluvchini ishorasida svetofor va yo'l belgilariga ahamiyat qilmasdan faqatgina tartibga soluvchini ishoralariga bo'ysunishlari shart va qoidalarning 41-bandida nazarda tutilgan joylarda keskin tormoz bermasdan to'xtashga ulgura olmaydigan transport vositalarining haydovchilariga harakatni davom ettirishga ruxsat etiladi. Boshqa holatda bu ishora berilganda barcha transport vositalari va harakat qatnashchilari piyoda bo'ladimi, barchaga harakatlanish taqiqlanadi. Demak, tartibga soluvchining eng oson ishorasi mana shu. Barchaga harakatlanish taqiqlanadi. Tartibga soluvchining keyingi ishorasida esa transport vositalari va piyodalar tartibga soluvchini ikki yon tomonidan harakatlanishga ruxsat etadi. Oldi va orqa tomonidagi transport vositalarining harakatlanishiga demak ruxsat etilmaydi. Ya'ni bu holatda biz tushunishimiz kerakki, bu tartibga soluvchining ishorasi devor vazifasini bajaradi. Mana shunaqa tushunsak, menimcha eslab qolamiz. Devor vazifasi ikki yondagi, ya'ni o'ng va chap tomondagi transport vositalari va piyodalari qatnov qismini kesib o'tishlariga ruxsat etiladi. Bunda piyodalar imtiyozga ega bo'lishadi, ya'ni transport vositalari haydovchilari piyodalarni o'tkazib borib, keyin harakatni davom ettirishlari mumkin bo'ladi. Tartibga soluvchini keyingi ishorasi esa o'ng qo'lini oldinga uzatgan holati. Bu holatda orqa tomondagi barcha transport vositalari harakatlanishi taqiqlanadi va o'ng tomondan keladigan, ya'ni o'ng qo'l tomonidan keladigan transport vositalari shunday tushunishlari kerakki, bu holat xuddi shlagbom vazifasini bajaradigan taqiqlovchi ishoraga o'xshash. Va tartibga soluvchini oldi tomondan keladigan barcha transport vositalari o'ngga harakatlanishi mumkin. Chap yon tomondan keladigan transport vositalari, relsiz transport vositalari barcha yo'nalishga harakatlanishi mumkin. Tramvay esa faqat chapga burilishi mumkin bu holatda. Demak, tartibga soluvchini bu ishorasida harakatlanish bo'laklariga, tasmalarga e'tibor beramiz. Qizil avtomobil faqat to'g'riga harakatlanishi mumkin. Demak, harakatlanish bo'lagiga e'tibor bering. Agar o'ng bo'lakda bo'lganda, mana bu o'quv avtomobiliga o'xshagan. Bu holatda to'g'riga va o'ngga harakatlanishga ruxsat etilgan bo'lardi. Demak, bunda biz endi bo'laklar sonini ham, ya'ni tasmalar sonini ham e'tiborga olishimiz kerak. O'quv avtomobili ko'rib turganingizdek to'g'riga va o'ngga ruxsat beradi. Demak, bo'laklar bo'yicha harakatlanish yo'nalishlarini ham biz albatta aytib o'tishimiz kerak. Bu holatda agar siz ko'rsatilgan yo'nalishda bo'lsangiz, mana shu bo'lakda bo'ladigan bo'lsangiz, chapga burilishingiz mumkin va qayrilib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar o'ng bo'lakda bo'lganingizda to'g'riga va o'ngga harakatlanishingizga ruxsat etilardi. Va bu holatda tartibga soluvchini oldingi, ya'ni oldi tomondan keladigan transport vositalari esa faqatgina o'ngga harakatlanishi mumkin. Endi tramvay va relsiz transport vositalari to'g'risida gaplashamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, tartibga soluvchi to'xtash ishorasini beryapti. Bunda yuqorida aytilgandek barcha harakat qatnashchilari chorrahadan kesib o'tishi taqiqlanadi. Ya'ni harakatlanish taqiqlangan hisoblanadi. Demak, tartibga soluvchi chorrahani har bir tomonini ko'rib, qaysi tomonda transport vositalari ko'payganini ko'rgan holatda o'sha tomonga harakatlanishga ruxsat beradi. Svetofordan yoki yo'l belgilaridan yaxshi tomoni shunda. Qo'lini yonga uzatganda yoki tushirganda relsiz transport vositalari bu holatda to'g'riga va o'ngga harakatlanishi mumkin. Tramvayga esa
faqatgina to'g'riga harakatlanishga ruxsat beriladi. Keyingi holatda ham xuddi shunga o'xshash, lekin tramvayga bu holatda chapga ruxsat etiladi. Tramvayning yo'li esa rels faqat to'g'riga ko'rsatilgan. Demak, tramvay to'xtab turishi kerak. Relsiz transport vositalari barcha yo'nalishlarga harakatlanishi mumkin. Yana sizlarga aytib o'tishimiz kerakki, tartibga soluvchini o'sha yo'l harakati qatnashchilariga tushunarli bo'ladigan boshqa ishoralarini ham qo'llashi mumkin. Va tartibga soluvchini hushtak ishorasi harakat qatnashchilariga, ya'ni harakat qatnashchilarining e'tiborini jalb etish uchun qo'llaniladi. Sizlar bilan demak tartibga soluvchi ishora to'g'risida gaplashdik.